Aziz ayollar, sizlar eng chiroyli hayotda, eng chiroyli sog'liqqa loyiqsizlar. Shu sabab o'zlaringizni asranglar. Men kecha bo'lgan bir xulosa bilan sizlar bilan bo'lishacakman. Bundan 15 yil oldin uchastkada umumiy amaliyot shifokori bo'lib ishlab yurgan vaqtlarimda ayollarni ko'rikdan o'tkazganimda bir ayol qabulimga keldi. Uni jinsiy tarafini ko'rgan vaqtimizda shekasinda bachadan bo'ynidan polip, ya'ni xavfsiz o'sma chiqib turganligi aniqlandi. Biz uni onkoginekologga yubordik. Onkoginekolog polipni shu sohadan olib berdi, faqat shekadan chiqib turgan qismini. Va yillar o'tib, kecha men navbatchilikda vaqtimda shu ayol o'tkir qon ketish bilan qabulimga keldi. Bemorda jinsiy a'zolarida rak bo'lgan, rak oshqozondan o'sib kirib, metastaz berib, oshqozondan kuchli qon ketib, bemor og'ir ahvolda keldi. Non aytyapman. Yillar o'tib, oradan bemorda non bo'lgan. Bachadonda polip bo'lgan. Yine bachadonda tasavvur etsak, bachadon bo'yni, bachadonning chiqish qismi, bo'lsa kun, bu yerda bachadon naylari va tuxumdonlar. Shu sohada tuxumdonlar. 15 yil oldin bize ko'rgan vaqtimizda shu sohadan polip chiqib turadi. Polip chiqib turadi. Bize bu polipni ko'rib onkoginekologga yubordik, polipni olib berdi. Lekin aziz ayollar, bu polipni ilgisi bo'ladi matkada. Ilgisi turadi. Biz tashqaridan polipni olib tashlaganimiz bilan, shu sohadan polipni olib tashladik. Lekin ildizi qoldi. Ildizi asosi qoldi. Yillar davomida bu narsa xavfli o'smaga aylangan. Polip qaytadan o'sgan. Balki bu ayol hech qachon ko'rikka bormagandir, hech qachon tekshiruvdan o'tmagandir. Shu sababli shu sohadagi asosidan qaytadan polip o'sib, retsidivlik takroriy bo'lib, bu narsa yomon sifatli o'smaga aylangan va bachadon bo'shligidan o'tib, qon orqali oshqozondan o'sib kirgan. Shu sababli aytamiz, ayollarimiz yana polip bilan keladilar, bachadonni saqlab qoling dedi. Bachadonima demang dedi. Lekin bir narsa aytamiz. Bachadonni saqlab, lekin hayotingizni xavf ostida qoldirishingiz mumkin. Lekin agar polipni asosi bilan yo'qotishni, ildizi bilan yo'qotishni xohlasangiz, agar tug'ish yoshidan o'tgan bo'lsangiz, matka bilan olish kerak bo'ladi. Sababi bachadonningizni saqlayman deb hayotingizni xavf ostida qo'ymaslik kerak. Shu ayolning ko'zim o'ngida qoldi, chuqur menda qayg'u uyg'otdi, sababi ahvolidim og'ir, organizmda уже metastazlar va o'sma tarqalib ketgan boshqa joylari. Shuning uchun har doim aytamiz, har 6 oyda bir marta ginekolog ko'rigidan o'ting. Lekin hech bo'lmasa har 6 oyda o'tmasangiz, 1 yilda bir marta ginekologga uchrashib, o'zi tekshiruvdan o'tib turishingizni tavsiya qilamiz. Bu hech qanday sizdan mablag' talab qilmaydi. Arzimagan yarim soat, 1 soat vaqtingizni egallaydi. Hozir hamma poliklinikalarda, uchastkovoy punktlarda UZI bilan ta'minlangan. Mutaxassis UZIchi bilan ta'minlangan. Ginekolog har doim bo'lgan shunda. Shuning uchun albatta 1 yilda bir marta UZI tekshiruvdan o'tib, jinsiy a'zolarimizni tekshirtirib, ginekolog maslahatini olib, o'zingizni sog'lig'ingizni nazoratda tuting. Chunki ertangi o'zingizni sog'lig'ingiz yomonlashsa, birinchi o'rinda o'zingiz tanangiz aziyat chekadi va ikkinchi atrofingizdagilar ham aziyat chekadi. Shu sabab o'zingizni asrang, sog'lig'ingizni dim qadrlang, vaqtida ko'rikdan o'ting.